Barcha o'zbek fuqarolari diqqatiga rasmiy xabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Hurmatli tomoshabin, agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni hamda videolarimizdan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Rossiyaning Novgorod viloyatida 16-mart kuni yuz bergan yo'l transport hodisasi oqibatida O'zbekistonning bir nafar fuqarosi halok bo'ldi. Yana biri jarohatlandi. Bu haqda 78ru xabar berdi. Hodisa M10 Rossiya avtomobil yo'lining 400-kilometrida yuz bergan. Moskva tomondan kelayotgan 33 yoshli haydovchi O'zbekiston fuqarosi boshqaruvidagi Lacetti xavfsiz masofani saqlamaganligi sababli oldindan kelayotgan 24 yoshli yigit haydayotgan Volkswagen bilan to'qnashganligi aytilmoqda. Zarba oqibatida Chevrolet qarama-qarshi yo'nalishga otilib chiqib, u yerda 63 yoshli haydovchi boshqarayotgan DAF rusumli yuk mashinasiga urilgan. Hodisa tufayli Chevrolet haydovchisi tez tibbiy yordam yetib kelgunga qadar voqea joyida halok bo'lgan. Uning 33 yoshli yo'lovchisi esa turli tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan. Hozirda politsiya xodimlari hodisaning barcha tafsilotlarini o'rganmoqda. Voqea joyida davlat avtoinspeksiyasi xodimlari va qutqaruv xizmatlari faoliyat olib bormoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, halok bo'lgan va jabrlangan shaxslar O'zbekiston fuqarolari hisoblanadi. Fevral oyida Perm o'lkasida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida 3 nafar o'zbekistonlik vafot etdi. Hodisa O'zbekiston davlat raqamiga ega Lada Largus avtomobili va Simaz avtobus ishtirokida sodir bo'lgan. 2024-yil yanvarda Rossiyaning Penza viloyatida yo'l transport hodisasi oqibatida 8 nafar o'zbekistonlik halok bo'lganligi aytib o'tilgan edi. Rossiyada halok bo'lgan barcha fuqarolarning O'zbekistonga olib kelish ishlari amalga oshirilishi ma'lum qilingan.